Diqqat diqqat! Bugungi kunda YouTube platformasi orqali daromad topish juda ommabop va foydali. Agar siz ham YouTube orqali o'zingiz yoki biznesingiz uchun daromad olishni istasangiz, biz sizga kanal ochishda yordam beramiz. Sizning tanlovingizga ko'ra quyidagi variantlar mavjud. O'zbek tilidagi YouTube kanal ochish narxi 500 ming so'mda belgilandi. Rus tilidagi YouTube kanal ochish narxi esa 1 million so'mda belgilandi. Ingliz tilidagi YouTube kanal ochish narxi esa 2 million so'mda belgilandi. Har bir kanal mahorat tarzida yaratiladi va tayyor holatda bo'ladi. Bu orqali siz daromad olishga tayyor bo'lasiz. Fikrlaringizni hayotga tatbiq qilish va omadingiz sari ilk qadamni qo'yish uchun hozir biz bilan bog'laning. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosishni unutmang. Shuningdek, do'stlaringizni ham bizga taklif qiling. Videomizga, ya'ni mehnatimizga ham bir dona like bosib qo'yish ham yodingizdan chiqmasin. Keling, videomizni boshladik endi. Bugungi videomizda Qish sonatasi serialidagi Sanxiyuk aktyor Pak Yon-ha nima sababdan o'lgan, shuni videomiz davomida bilib olishingiz mumkin. Albatta bizni kuzatishdan davom eting, biz videoni boshladik. Qish sonatasi serialining yosh va mehribon qahramoni Sanxiyuk, ya'ni koreyalik aktyor Pak Yon-ha o'zining qisqa umrida olamshumul mashhurlikka erishdi. Uning hayoti va o'limidagi sirlar haligacha o'z sirini saqlamoqda. Pak Yon-ha 1977-yil 12 avgustda Janubiy Koreyada tug'ildi va yoshligidan bir necha sohalarda, xususan aktyorlik va musiqa sohalarida o'z qobiliyatlarini namoyish etdi. 17 yoshdan boshlab jozibador va oddiy ko'rinishga ega bo'lgan Pak muxlislar orasida keng tanildi. Keyin u bir qator mashhur teleserial va filmlarda rol o'ynadi. 2002-yilda Qish sonatasi serialidagi Sanxiyuk roli uni butun Osiyoda, jumladan Yaponiya, Xitoy va boshqa mamlakatlarda mashhur qildi. Shu bilan birga uning musiqaga bo'lgan muhabbati boshlandi va o'zi bir nechta albomlar chiqardi. Pak Yon-haning musiqa va kino sohasidagi muvaffaqiyatlari qisqa va ajoyib bo'ldi. 2008-yilda On Air dramasining qo'shiqlari ijro etish bilan u Yaponiyada yoqimli qabul qilindi. Uning Behit Love va Psycho B qo'shiqlari Origami chartida yuqori o'rinlarga chiqdi. Uning albomlari va konsertlari ham juda ommalashdi. Pak shundan keyin Yaponiyada turli albomlar chiqardi va yirik konsertlar berdi. U birinchi marta Gavayida konsert bergan birinchi koreyalik xonanda bo'ldi. Mukofotlar va rekordlar ularning 4 yil davomida 2005-yil, 2008-yil Yapon oltin disk mukofotiga erishtirdi. O'limidan oldin Pak Yon-ha juda og'ir ahvolda bo'lgan. Uning 62 yoshli otasi saraton kasalligi bilan og'rigan va Pak uning yonida unga g'amxo'rlik qilgan. Pak atigi 33 yoshda bo'lganida o'z uyida elektr simiga o'zini osgan holatda topilgan. Shu paytga qadar Pakning ishidagi muammolar va hayotidagi og'irliklar haqida gaplar tarqalgan, lekin uning o'limining sabablari haligacha aniq emas. Politsiya uning o'limini shubhali deb hisoblamagan. Pak Yon-haning o'limidan so'ng uning onasi 2011-yilda Mening o'g'lim haqiqiy Pak Yon-ha nomli kitobda chop etgan va unda Pakning yoshligi, dramadagi ishi va qiziqarli hayotiga oid bo'lgan sirlar aks etgan. Mashhur aktyorning o'limi shubhasiz muxlislari uchun katta qayg'u bo'ldi. Uning hayoti va faoliyati Koreya madaniyati va sevimli serialiga bo'lgan muhabbatini ko'rsatadi. Xo'sh, bugungi videomiz yakuniga yetdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Bu bizga yanada ko'proq motivatsiya beradi. Fikrlaringizni kommentlarda kutamiz, chunki sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Eng qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videoda uchrashguncha